Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar hamda qadrli mijozlar. Bugun sizlarga Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish, shuningdek, compliance nazorati yo'nalishida 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar hamda ikkinchi yarim yillik uchun belgilangan ustuvor vazifalar haqida ma'lumot bermoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-apreldagi 147-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Asaka Bank aksiyadorlik jamiyatida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirildi. Mazkur qaror talablariga muvofiq bank kengashiga bevosita bo'ysunuvchi korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tashkil etildi. Ta'kidlash joizki, bankda korrupsiyaga qarshi compliance tizimi xalqaro talablar asosida muntazam takomillashtirilib borilmoqda. Izchil sa'y-harakatlar natijasida bank 2025-yilda ISO 37001-2016 xalqaro standarti bo'yicha qayta sertifikatlashtirish jarayonidan muvaffaqiyatli o'tdi. Shuningdek, tizimning barqaror va samarali ishlayotganini tasdiqlash maqsadida joriy yilning birinchi choragida navbatdagi muvofiqlik auditidan ham muvaffaqiyatli o'tildi. Endi korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar haqida to'xtalib o'taman. Bank tizimidagi 18 ta vazifa va funksiya bo'yicha korrupsiyaviy xavflar baholanib, ularning risk darajalari aniqlandi hamda ma'lumotlar e-antikor.uz elektron platformasiga joylashtirildi. Tovar va xizmatlarni xarid qilish jarayonida 705 ta shartnoma bo'yicha kontragentlar manfaatlar to'qnashuvi nuqtai nazaridan tekshirildi hamda qonun buzilish holatlari aniqlanmadi. Bosh ofis va bank xizmatlari markazlarida 14 ta o'quv seminar tashkil qilinib, ularda 1180 nafar xodim ishtirok etdi. Ishga qabul qilish jarayonlarining shaffofligini ta'minlash maqsadida nomzodlar bilan o'tkaziladigan suhbatlarni onlayn kuzatish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Hududlarda bank xodimlari, jumladan mahalla bankirlari uchun korrupsiyaning salbiy oqibatlari yuzasidan tushuntirish va targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. 15 nafar xodim ISO 37001-2016 xalqaro standarti bo'yicha maxsus o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomladi. 130 nafar xodim Huquqni muhofaza qilish akademiyasining virtual akademiya platformasida malaka oshirib, sertifikatlarga ega bo'ldi. Bank mijozlari o'rtasida xizmatlar sifati, byurokratik to'siqlar va korrupsiyaviy xavflarni aniqlash maqsadida anonim so'rovnomalar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Xodimlarni ishga qabul qilish jarayonida manfaatlar to'qnashuvining oldini olish yuzasidan muntazam tahlil ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hududiy kengash yig'ilishlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida poytaxt, avtotransport, Shayxontohur, Yunusobod, Farg'ona, Jizzax, Guliston, Qarshi va Urganch bank xizmatlari markazlarida xodimlar hamda mahalla bankirlari ishtirokida o'quv seminarlar tashkil etildi. Endi compliance nazorati departamenti faoliyati haqida to'xtalib o'tsam. 2026-yilning birinchi yarim yilligi davomida Compliance nazorati departamenti tomonidan bankda qonunchilik va ichki normativ hujjatlar talablariga rioya etilishini ta'minlash, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish hamda xalqaro sanksiyalar sohasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Hisobot davrida compliance risklarini boshqarish tizimi yanada takomillashtirilib, bankning ichki jarayonlarini qonunchilik, ichki normativ hujjatlar va korporativ etika talablariga muvofiqligi muntazam monitoring qilinib borilmoqda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish hamda ommaviy qirg'in qurollarini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida belgilangan talablar asosida mijozlar va operatsiyalar riski asoslangan yondashuv asosida tahlil qilindi. Sanksiya ro'yxatlari bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilib, shubhali operatsiyalarni aniqlash va baholash ishlari izchil davom ettirildi. Bankda compliance madaniyatini yuksaltirish maqsadida xodimlar uchun compliance, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish hamda xalqaro sanksiyalar talablarini yo'nalishlarda o'quv seminarlar, davra suhbatlari va tushuntirish tadbirlari tashkil etildi. Shuningdek, bankning ichki normativ hujjatlari, amaldagi qonunchilik talablari va ilg'or xalqaro amaliyotlar asosida qayta ko'rib chiqilib, compliance jarayonlarini raqamlashtirish hamda avtomatlashtirish ishlari davom ettirildi. 2026-yilning birinchi yarim yilligida compliance nazorati yo'nalishida erishilgan asosiy ko'rsatkichlar: 608 ta normativ huquqiy hujjat o'rganilib, tahlil qilindi. Shundan
77 tasi qonunlar, 103 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari, 48 tasi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoyishlari, 126 tasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari, 254 tasi Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tgan hamda Markaziy bank qarori bilan tasdiqlangan normativ huquqiy hujjatlar, 101 ta holatda bankning ichki qoidalarini ishlab chiqish jarayonida ishtirok etilib, takliflar berildi. 87 ta holatda kredit oluvchi mijozlarning o'zaro aloqadorligi o'rganilib, compliance xulosalari taqdim etildi. Departamentning 15 nafar xodimi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va sanksiyalar yo'nalishidagi o'quv seminarlarda ishtirok etib, sertifikatlarga ega bo'ldi. 9 nafar xodim mazkur yo'nalishdagi xalqaro o'quv seminarlarda qatnashib, sertifikat oldi. 7 ta holatda bank kengashi vakolati doirasida ko'rib chiqilgan masalalar bo'yicha qonunchilikka muvofiqlik yuzasidan compliance xulosalari taqdim etildi. 2026 yil ikkinchi yarim yilligi uchun ustuvor vazifalar. Joriy yilning ikkinchi yarim yilligida quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. Bank xizmatlarida byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish, tadbirkorlar bilan hududlarda ochiq muloqotlar o'tkazish orqali korrupsiyaviy xavflarni aniqlash, mahalla va tuman kesimida korrupsiya omillarini tahlil qilish hamda ularni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish, mahalla bankirlari uchun profilaktik va huquqiy targ'ibot tadbirlarini muntazam tashkil etish, aholi va mijozlar o'rtasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligi bo'yicha anonim so'rovnomalarni davom ettirish, to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosidagi xaridlar ulushini qisqartirish, jismoniy shaxslarga kredit ajratishning avtomatlashtirilgan tizimi barqaror ishlashini ta'minlash, yuridik shaxslarga kredit ajratish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirish ishlarini jadallashtirish, xodimlar o'rtasida halollik, mas'uliyat va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni mustahkamlashga qaratilgan targ'ibot ishlarini tizimli davom ettirish, kiber korrupsiya va kiber jinoyatlarning oldini olish choralarini kuchaytirish, har chorak yakuni bo'yicha qonun buzilish holatlarini tahlil qilish va profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish, compliance nazoratini raqamlashtirish, ichki nazorat mexanizmlarini yanada takomillashtirish. Xulosa qilib aytganda, korrupsiyaga qarshi kurashish faqat huquqiy yoki ma'muriy choralar bilan cheklanmaydi. Eng muhim vazifa har bir xodimda halollik, mas'uliyat va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishdir. Shu bilan birga compliance nazoratining samarali faoliyati bankda qonunchilik talablari, ichki qoidalar va etika qoidalariga qat'iy rioya etilishini ta'minlashga xizmat qiladi. Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati bundan buyon ham O'zbekiston Respublikasi Prezidenti belgilab bergan ochiqlik, adolat va shaffoflik tamoyillariga tayangan holda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi ishlarni izchil davom ettiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.